Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən buningdan 4 yil burun başlagan Vatanimiz Sharq Türkistanның Xitoy tərəfindən besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligi haqidagi zo'r ko'lamlik tadqiqot programmasi asos jihatdan tamomlandi. Vatanimiz Sharq Türkistanның Xitoy tərəfindən besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslari ko'p taraflamalik hujjat materiallar bilan dalillab chiqilgan mazkur tadqiqot doklati bu yil 5 ayning 3 kuni Germaniyaning München shahrida o'tkaziladigan Dünya Uyghur Qurultayı qurilganligining 20 yilligini tabriklash marosimida Qurultay tarafidan mazkur tadqiqot programmasiga mas'ul qilingan xalqarалық dangliq qonunshunos Michael van Walt apandim tarafidan butun dunyoga rasmiy yo'sinda e'lon qilindi. Shuning bilan birga mazkur doklad xalqarалық organlarga va parlamentlarga suniladi va ularning e'tirof qilishini qo'lga keltirish uchun Qurultay tarafidan xalqarada maxsus kampaniya va lobby faoliyatlari keng ko'lamda qanot yaydirildi. 2004-yili 4-oyda Dünya Uyghur Qurultayı qurib chiqilganda ayni chog'dagi Qurultay raisi Erkin Alptekin, Qurultayning muavin raisi Mehmet To'xti, Qurultayning bosh kotibi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Olim Seyitov, Qurultayning qonun maslahatchisi advokat Nuri Turkal boshchiligidagi Qurultay rahbarlik heyeti, strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram apandim tarafidan o'tirib qo'yilgan tunji bosqichda Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishni amalga oshirish, ikkinchi bosqichda Vatanimiz Sharq Turkistanning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligini xalqaro e'tirof qildirish, uchinchi bosqichda Sharq Turkiston xalqining o'ziga xo'ja bo'lgan mustaqil davlatini qurib chiqish uchun umumyuzlik harakat qilishdan iborat 3 bosqichlik strategik taklifni qabul qilib, maxsus qaror olgan va bu strategik plan asosida harakat boshlagan edi. Shuning bilan birga Dünya Uyghur Qurultayı ham xalqaro jamoatchilikka hem öz xalqimizga Qurultayning yetmoqchi bo'lgan tüpqayisi va maqsad haqida aniq va keskin javob berish maqsadida 2005-yili 7-ayning 17 kuni inglizcha va uyg'urcha tillarda München xitobnomasini e'lon qilib, Qurultayning oxirgi maqsadi va g'oyasining Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirishdan iborat ekanligini butun dunyoga jakarlagan. München xitobnomasi moyatda Qurultay tarafidan e'lon qilingan mustaqillik xitobnomasi bo'lib, mazkur xitobnomada kelgusida qurmoqchi bo'lgan mustaqil Sharq Turkiston davlatining asos qonunining moddalari tafsili o'rin olgan edi. 2005-yili e'lon qilingan München xitobnomasi bir tarafdan vatan ichi va sirtidagi xalqimizni, shundaqla Uyg'ur xalqiga hissdoshlik qilib kelayotgan chet ellik do'stlarimizni so'yindirgan bo'lsa, yana bir tarafdan mustamlikchi kommunist Xitoy hokimiyatini qattiq sarosimga solgan va shundan keyin Dünya Uyghur Qurultayini milliy belginchilarning va Sharq Turkistonchi terrorist kuchlarning chet eldagi eng chong lageri deb atab, mayli BDT munbarlarida bo'lsin yoki boshqa xalqaro so'rinlarda bo'lsin, atalmish Dünya Uyghur Qurultayining asli maqsadi vatanimiz Jungoni bo'lish va parchalash, Şinjanni vatanimizning illiq bag'ridan bo'lib chiqib, mustaqil Sharq Turkiston davlati qurishdan iborat deb chalvaqab keldi va Dünya Uyghur Qurultayı qaratgan ishki tashqi hujumlarini, tahdidlarini, xalqaro besimlarini va Qurultay rahbarlariga qaratgan ziyonkashliklarni toki bugungacha uzluksiz holda davomlashtirib va kuchaytirib keldi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bundan xili yillar burunla Janvatdagi BDT binosi oldida o'tkazilgan Xitoy qarshi birlashma namoyishda Xitoyning yuqorqi safsatlarga javoban qilgan so'zida Dünya Uyghur Qurultayining Xitoyning shahar va o'lkalarni bo'lib olish uchun emas, balki Xitoy tarafidan besilingan ona vatani Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asli keltirish uchun kurash qilayotganligini yana bir qatim ochiq va keskin holda jakarlagan edi. Aziz vatandaşlar, bugün biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altını yığılıp Xitoyning jazo lagerlarida azob chekayotgan 1 milliondan 3 milliongacha bo'lgan insonimizning Xitoyning temir tapanlari ostida erkinligi bo'g'ilayotgan 20-30 million Sharq Turkiston xalqining ovozini dunyoga bildirish, o'zimizning hur irodasini, mustaqilligimizni bo'lgan erkin hur irodamizni bildirish va Xitoy hukumatiga bildirish, dunyoga bildirish uchun yig'ildik bu yerga. Bugün bu bayraklarımız Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 10. lepinde oturdu. Ama körüntüsü altımızda 200'den artık devletlerin bayrakları var. Ve sunum işlerimiz muşu iradı bulunduğun olsa, halkımızdaki muşu tırışkanlık bulunduğun olsa, bu bayrak bugün bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sırtında bildiğin olsa, çokum bir gün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinde
aşı bayrakının katarda orun alındı. Bu bizim hakkımız. Dünya Uyghur Qurultayı başçılıqidagi Uyghur təşkilatlarımızның, siyasi fəaliyyətçilərimizдің və fidakar xalqımızның uzun yıllık japalıq tirişçanlığı və tinimsiz küreşləri nəticəsində qısqagina 10 neçə yil ichida Uyghur davası uzluksiz tərəqqi qilib, xalqaralıq bir məsələga aylandı və 2016-yılı 7 ayda Parijda çağırılğan 4-cü növbətlik Dünya Uyghur Qurultayıda Qurultay İcraiya Komitetining raisi Dolqin Aysa əpəndim bergan xizmat dokumentida Uyghur мәселесінің rəsmi yo'sinda xalqaralashqanligini butun dunyoga e'lon qildi. Bu Mahiyette Uyghur meselesinin xalqaralıq məsələyə aylanıb ketişinin aldını alış üçün gayet zor siyasi, iqtisadi və diplomatik gücünü səfərbərlik keltirgan və bu məqsədə yetiş üçün bütün rezil vasitələrinin həmmini işqə salğan mustabid Xitay hakimiyyəti üçün əcəllik bir zərbə və zor məğlubiyyət idi. 2016-yılı 7 ayının 11 günüdən 13 günügacha Germaniyaning Münxen şəhərində çağırılğan 6-cı növbətlik Dünya Uyghur Qurultayıdan keyin Qurultayning yangi raisi Dolqin Aysa başçılığındakı rəhbərlik heyəti Qurultayning ikkinchi bosqichdagi strategik plani hisoblangan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligini xalqaro qaysi usul bilan e'tirof qildirish masalasi haqida jiddiy muzokara olib bordi. Qurultay rahbarlari birdek holda albatta vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligini butun dunyo biladi. Ammo bu reallikni xalqaro jamoatchilikka rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish muhim. Eg'izimizda Xitoylar vatanimizni besib olgan deb qo'yish kifoya qilmaydi. Buning tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini ilmiy yo'sinda dalillab chiqishimiz to'liq zarur. Shunga bu haqda maxsus tadqiqot programmasi boshlashimiz lozim deb ko'rsatdi. Qurultayning mazkur qaroridan keyin Dolqin Aysa әпәндим Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zamin haqida Tibet sürgün hukumati tarafidan 80-yillarning oxirida boshlagan tadqiqot programmasiga yetakchilik qilgan Belgiyalik xalqarалық dangliq qonunshunos Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri və Dünya Uyghur Qurultayının Germaniyada qanun təsdiqi erişkən tuncu nizamnaməsinin və Dünya Uyghur Qurultayı tərəfidən 2005-ci 7 ayının 17 günü bütün dünyaga jakalanğan və Münxen xitabnaməsinin layihəsini hazırlashqa bevosita qatnaşqan Uyghur xalqining samimiy do'sti Michael van Walt әпәндим bilan bevosita aloqa qurib, Qurultayning yuqorida olgan qaror haqida ma'lumot berish bilan birga, uni Qurultayning mazkur tadqiqot programmasiga yetakchilik qilib berishni iltimos qildi. Uni Qurultayning mazkur tadqiqot programmasiga yetakchilik qilib berishini iltimos qildi. Dolqin Aysa әпәндимning taklifini mamnuniyat bilan qabul qildiganligini ifoda qilgan Michael van Walt әпәндимning qarashichimi faqat eg'izimizda Xitoylar vatanimizni besib olgan deb qo'yishning o'zli kifoya qilmaydi. Buning tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini ilmiy yo'sinda dalillab chiqish zarur edi. Ayni chaqda Tibetliklarning bu vaqtda boshlagan tadqiqot programmasimi 10 yilga yaqin davom qilgan və xalqarada tanılğan tarixshunoslar, qonunshunoslar, advokatlar, diplomatlardan təşkil tapqan tədqiqat qrupəsinin mazkur proqramını tayyorlab chiqish uchun ilgir-keyin bo'lib 15 million Amerika dollariga yaqin mablag' solgan və ular hazırlab chiqqan doklad asosida 90-yillarning o'rtalarida Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zamin haqida Amerika davlat majlisida maxsus qaror qabul qilinishini qo'lga keltirgan edi. Michael van Walt әпәндимning qarashicha, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish Tibetliklarnikiga qarata hassalab qiyin edi. Chunki Dalai Lama 1959-yili Hindiston qochib chiqqanda Tibet hukumatining bütün arxiv materiallarini o'z bilan birga elib chiqqan. Afsuski, Uyg'urlarning qo'lidagi munosabatli hujjat materiallar barmoq bilan sanig'idek darajada oz va kamtik edi. Uning ustiga dalillab chiqildigini Manju imperatorligining emas, balki Manju imperatorligi shundaqla strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram, elga tanilgan tarixchimiz Dr. Nabijan Tursun boshchiligidagi Uyg'ur mutaxassislarimiz va Uyg'ur akademiyasi bilan elib berilgan ko'p qatimliq muzokaralardan keyin 2020-yili 10 ayda Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlik ostidagi bir davlat ekanligini dalillab chiqish tadqiqot programmasi Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan rasmiy boshlangan va Michael van Walt әпәндим mazkur programmaning mas'ulligini o'z ustiga oldi. Ayni chaqda Tibetliklarning bu vaqtdagi tadqiqot programmasiga yetakchilik qilgan ba'zi mutaxassislarmi bu tadqiqot programmasiga qatnashtirildi. Mazkur program boshlangandan buyon Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqtda o'zining tashviqot vositalarida xalqimizga qarata ko'p qatim izohat va tushuncha berib, xalqimizni bu tadqiqot programmasining taraqqiyot yuzlanishidan vaqtida xabardor qilishga tirishib keldi. Yana muhojiratdagi Uyg'ur tarixchilarimiz, tədqiqatçılarımız və siyasi fəaliyyətçilərimizə, şundaqla avam xalqımızga qarta məxsus müraciətnamələrni elan qılıb, yuqarqı tədqiqat proqramısında münasibətli hüccət materiallar,
dalil isbotlar bilan ta'minlashga va uni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirib keldi. Qurultay raisi Dolqin Isa apandim 2021-yili 11-ayning 12-kunidan 14-kunigacha Çexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunyo qurultayida vakillarimizga bu vaqt qayta tushuncha berib, tövendikilarni bayon qilgan edi. Yani bir mühim nokta Şarkı Türkistan davası hak hukuk meselesi. Şarkı Türkistan'da erkin, hür yaşaş bizden Allah bergen tabii hak hukukimiz. Xitay zor güçlen, zorluk güçlen bizi besvaldı. Bunu talep kılış bizim hakkımız. Şunun için biz dünyanın her yerinde cesaretle bunu diyeleyimiz. Biz bölgünce ben Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıda, bütün halkara matbuatının aldıda 2018 yılı 11. ayının 6. günse bunda hayacan bilen dep kalkan gap emez o. Biz bölgünce emez. Biz terörist emez. Çünkü biz Şanghay'ını, Beijing'ini, Gansu'nu bölümüzdü mü dok? Allah bizni yaratkan tüfrüğümüzün ikilik hukukumuzu kaytırıp evalımız davatımız. Bunun tabi hak yok dünyanın hem yerde. Biz bunu dünyaya aşırı şekilde kanuni asaslarda düşündürüşümüz gerek. Bu tədqiqat doklati bu yıl 5. ayının 3. günü Germaniyaning München şəhərində ötküzildiğin Dünya qurultayı qurulğanlığının 20 yıllıqını təbriklash marosimida Michael van Walt əpəndim tərəfindən bütün dünyaga resmi yo'sinda e'lon qilindi.